Ben şu özü Akop'ta şu pilometni okunu tutmuş lent kılıp tutup belgeligimde pilometni ayetlik südonluk balan ayet hoşalı olup menen bu işimden memnun oldu. Nima yani ayet özü hoşalı olup şu işine kırallığı özü hoşal olup gitti beni görüp. Yani siz mi hoşal? Ben mi hoşal? Yani sizden şu vaktiki o 7 yaşlık bir başkan şu cengi katnaşkanlığınızdan hoşal değil yani azatlık cengisi o kaldı. Şimdi da yazıp tükenme sizge mi rahmet etme abalığa. Olca hayran bak can meydanlarda düşman oklarına kılsa perva kılmay bana bergen vazifeni becerişim mağrur yaşlığımdan en güzel ve en tatlı çağlarını yaşayan iken ben de. Kaldım. Endi siz hazır şunda bir uruşup gelip uruşup şunda bir galiblik kılıp erişken 5 yıllık yani galibini 5 yıllıkını tattırıp koyduk. Siz şu uruşqa mı katnaştınız? Uruşdagın galibisini mi kördünüz? Bayaşat erken Şarkı Türkistan'da yaşadınız ki yani mağlubiyet uçurap yani mustarma düşken devir bersin. Yani bu vaktiki sizin ötkinci devirgi sizin his duygularınız yani şuna okşaş şu vaktiki ammanın his duyguları qandaqdı? Yani ammanın his duygusu bu manastı toxtap qalğan deyinkiler demiş ki bu manastında armimiz durup boyu nima qilib deb o'zi xalqning o'zi bir turlik ishonchi o'zi qaytib qoldi. Nima ishonch deyinib ketdi. Yani xalqda tavrash bo'ldi. Yani Xitoylar kelamdi degan bir qo'rqinchli bir narsalar bo'lib ketdi. Çünkü Aksu'dan mı qaytib chiqdi, Aksu'ni elib bo'lib tashlab chiqdi. Doğru. Bular hammasi xalqimizning ruhini o'zi sundirib qo'ydi. Şunu ular sohbetler başlandı. Bitta uçup ketdik. Biz dışında asker turup, yani sizin bir asker olgan turup, şu vaqtda şu Manas bağgan kılam, hemmimiz uyak bir qiychib chiqib ketdi. Siz şu banadan bitta o'tgandikin mayak o'tib ketdingiz, ishkirib ketdingiz. Endi şu vaqtning vaziyatida bir başka yollar yo'qmi de askerni başka o'tkab kelib, shu mustaqilligimizni bitta mezgildan paylıp ya janubga ya başka o'tkab saqlab qolgan bo'lgan. Sizning uchun shu vaqtki xalqaro vaziyatni, shu vaqtki mamlakatimizning vaziyatini yalgan xo'shlarimizni bunda o'ylaganda sizningcha o'zingiz tasavvur şu asker bilan mustaqilligimizni bir eng bo'lmagan yani bir 10 yil saqlab qolg'ili ya bir tirkish to'g'ili bo'lmasmidi? Yani bek tez tugab ketdik. Yaxshi savol so'radingiz. Bu savolingizga şu xotiramda qolgan shu narsalar bor. 45-yili 9-oyda Ruslar Alihan To'riga besim ishlatib shundoq degan. Sharqiy Turkistonni Xitoylardan ayırıp elip müstakil Şarkı Türkistan kuruş fikrinden vazgeçişini hem de bütün frontlardaki uğraşını to'xtatib meseleni sulh yolu bilan hal qilish uchun Go'mina merkezi hükümeti bilan suhbat elib berishni taklif qilgan. Yani Ruslar mecbur qilgan. Bizning ittifoqdoshlarimiz Rus qo'sh vaqt ekan. Dubaşin degan konsul. Anladınız ha? Evet. Onundakin Alihan To'ri nima degan buningga? Xitoylar Orus şu gapni qilgan. Şu gapni qilgandan biznikilarni aytib buni o'zi qabul qilmagan. Hayron bo'lib qolgan. Ya'ni Xitoy deganki, Orus deganki, Xitoy markaziy hukumati ilediki qo'zg'olonchilarga Sovet hukumati qo'ral jabduq berib, Xitoylarga qarshi inqilob qilishga kuch ishlatdi degan. Biz buni Birleşken Milletler Teşkilatı'na şikayet qilamiz debdimish. Nanjing hukumati. O Birleşken 2. Dünya Urushi Birleşken Milletler Teşkilatı yeni kurulgan zaman. Bunu degandan keyin
Elxan Töre Ruslarının bu isteklerini Şarkı Türkistan hükümet azalarıga, komandanlarıga yığın içip anlatkan. Okay. Hükümet azaları bir ağızdan bunu red kılıdı. Red kılgan. Yaktılar. İlhan Töre Ruslarga red cevabını bergende ben meclis kıldım hükümet azaları koşulmadı diyende Ruslar şu sözünü kılgan. Eğer siz bununla razı olmasanız biz harbiy kuch bilen Şarkı Türkistan vaqtlik hükümetini taşlaydiganligini uçuk etken. Yani koşulmasa Ruslar öz askerdiğini. Tarkıp taşlayımız depti. İlhan Töre yana kabinet azalarına yığını içip merkezi müzakere kılıdı. Yani orasının gepini. Başkaça yol tapalmagan vaqtlik hükümet minglab belki 2000'lab kurban bedeliga kelgan bu inqilobni saqlab qolish uchun Gomindan bilan muzokara qilishga rozi bo'ladi, roziligini Ruslarga bildiradi. Yani Rusya mı kıstıgan, ayaktını Xitay mı kıstıgan, hem de içki güçünü de kısılıp kılıp, yoqap ketişinin aldığını için, hem de özünün ittifaktaşı, yardımcısı olan Rus'un teklifine makul degen. Yani özümüzün bir şey kalbini saklap kılış için. Siz bir asker bolgan, yani askerinin rolünü yani şu uruş katnaşqada, mel az olsun, kısık olsun asker boldunuz. Akıpkığı nak uruş katnaştınız da, azatlık uruşuga. Bugünkü Uygur'undaki bir metin oturup koygan, bir musabir için armiyanın rolunu yani vatan taqızıp qo'ygan bir millat için mustaqil saqlash için armiyanın rolunu qanday tasvirlaysiz? Yani armiya bo'z qanday oldu, bumiz qanday oldu? Armiya degan o'zi davlat bir davlatning armiyasi nihoyat muhim rolni o'ynaydi. Shu vatanining 2 milyon xalqning hayat ve mamat meselesi armiyanın kolunda bo'ladi. Armiyasi ve adam qanday yaşaydiganligini hozirgi dunyoda ko'ryapmiz mana. Ko'ryapmiz. Bir misalga Türkiye'ni alaylik. Türk hükümetini armiyasi bilan shunday turadi. Hech kim bo'ziga yetolmaydi. Hech qanday bir dushman tajovuz qila olmaydi. Yani armiya bo'lmagandan keyin sizni bo'za ketadi, boshqalar izidi, yanchiydi, boylig'ingizni bulaydi, talaydi. Yani azadlık istayotgan bir millet için armiya eng muhimda. Eng muhim narsa. Hayat mamatning masalasi da bu. O'lim qanimning masalasi. Siz endi sobiq Sharq Turkiston armiyasining bir peshqadam jangchisi bo'lgan, ham mustaqil jumhuriyatimizning xalqimizga bergan her türlük yani paravolukdan bahramand bo'lgan bir puhra, sobiq puhrasi, hem uzak vatansizlik tatgan bir musafir, bizga o'xshash, hozirgacha vatan deb yig'layotgan bizga o'xshash bir musafir. Siz mushtaqda kelgusidagi yoshlarga, ya'ni bundagi avlodlarga qanday bir tarbiya, yani bir nasihat ve vasiyat bersiz masalan bizga. Xalqimizga beradigan nasihatim, yoshlarga beradigan nasihatim shu Sharqiy Turkiston inqilobini, Qashqar inqilobini, Ili inqilobilarini, uning oldida bo'lgan o'zi inqiloblar. Qumul inqiloblarini, Qumul inqiloblarini, shularni ham biz tarixiy kitoblarni ularning qo'liga berib o'qitishimiz kerak. Ular hozirgi kelayotgan yoshlar hech narsalarning xabari yo'q. Bilmaydi. Sizmi shu 17 yosh vaqtingizda siz g'o'lchilik shu turmushi yaxshi, boyning bolasi. Qandaq siz shu boyning bolasi qo'rqmay shu akib urushga bordingiz? Siz nima shek urush qilmadi? Siz bu turmushingiz yaxshi, hech bir sizga bir iqtisodiy ya bir nimangiz yo'q, turmushingiz boyashasiz qadim, qandaq siz shu sizni shu akibga nima kuch olib sizni? Jaranbaq urush. Meni yalnız mende emas, g'o'lchi yoshlarida ikki xil idea bor edi. Bir xili shu ruslarning qo'lasiz yashashni istadi.
bir xili mustaqil bo'lib yashashni istadi. Shu ikki kuch G'ulji yoshlarning ichida nihoyat avjiga olgan edi. Ya'ni Xitoyni o'ylabmi qo'ymagan? Yo'q, Xitoyni o'ylabmi qo'ygan emas. Xitoy degan vaqtida hech unga rozi bo'ladigandak emasdi ular. Hech bir zaman. Demak, sizlarning shu urushnimqa shu vaqtdagi sizlarning Xitoydan qutulish ya urushga bag'ilsak bag'iladiki Xitoydan bo'lsa mustaqil bo'lib ketishimiz, bo'lmaganda Xitoydan qutulib urushning ostida o'zbek, qozoqda kelsak mayli degan bir iroda g'oyibat edi. Shunda g'oyibat. Yes. Allah o g'oyaga yetkazmadi bizni. Yetkazmadi. Adamjika bu rasmlar qaysi vaqtda tortilgan? Bu bizning burungi rahbarlarning hammasi va'da qildi, bir tanishtirib baqsangiz. Bu resim 46-yılı oktyabr aylarında, yani noyabr aylarında tartılgan resim. Gomindan hükümeti Nanjingga qaytib kelgandan keyin bir cho'ng qurultay ochgan ekan. 46-yılı nechinchi oylar desam bo'lar. 10-oylarmi, 11-oylarmi yodimda yo'q. Şu vaqtida bizning yurtimizdan kelgan Urumchidan va ili inqilobiga qatnashganlar, Urumchi vakillari bo'lib, nimaning Jon Kayishning o'g'li Zhang Jinggo Nanjingdagi o'zi Sunniyatsin mazarligining to'pisida bir tog'da ekan, shu yerda bir ziyofat bergan. Şu Sharqiy Turkistonning vakillariga. Ya'ni mishlar hammasi shu vaqtida shu Nanjingga borgan, Sharq Turkistonda borgan vakillar. Vakillar, yes. Kimlar o rasmlar bir boshdan bunda bir tanishtirib baqsangiz? Abdukerim Abbas. İli vekili, Sharqiy Turkiston vakili. Aysa Efendim. Aysa Abdukin. Ahmetcan Kasimi. Mesut Efendi Sabri. Sabri. Amine Hanım, merhum Mehmet'in Hazretinin rafiqisi. Hadıvan Hanım, Altay Veni. Altay'ın var. Mağla Hansula, ularning ismini bek yaxshi bilmayman. Mao Mongol vekili. Bu Mongol vekili. Bu Ertuğrul Sabiri, Mesut Efendi'nin oğlu. Ertuğrul, okey. Mao Abdülhamid, Sultan Abdülhamid Sultan mı? Okey. Yazıcı. Yazıcı. Mao Kazak vekili. Kazak vekili. Mao Ziya Semidi. Yes. Ziya Semidi. Mao Abdullah Timen. Abdullah Timen. Ziya Abdullah Timen. Mao Mongol vekili. Mao özü Abdülhat Ahmetcan Efendi'nin kanuyi. Mao Men. Yani Edhemcan. İsmi to'liq nimasi? Edhemcan. Edhem Zakir. Edhem Zakir. Mao mu Edhem Sabır Hacıyev. Sabır Edhem Zakir. Yani sizlar şu 46-yılı merkezi hükümetga Sharq Turkistondan borgan har qaysi viloyatning vakillari. Vakillari. Vaderiha o'qni takkizdik chala. Shu tufayli bag'rimiz qondiq yara. Qamchi koltak ostida qoldik yana. Qo'sh bilan so'rardi mahkum uykal. Kahvimizdan o't chechildi qonchirab. Qıpqızıl yang'inga cho'mdi tog'dalar. Köymidi yang'inni sirtmoq ne uchun? Ne uchun biz bu baloga mubtalo? Endi bilsak o'qni takkizdik chala. Hammadan battar ekan sulhu salom.
Vadirihan o'qni takkizdoq chalar hammidan yomon ekan sulhi salat Yansın her yerde